Yoshlarni zamonaviy axborot texnologiyalariga qiziqtirish, ularning bilim va salohiyatlarini rivojlantirish bugungi kunning talabiga aylandi. Shu maqsadda Toshloq tumanida ham Yuzhubning filiali ish boshladi. Markaz faoliyati yoshlarni raqamli ko'nikmalarni shakllantirish, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan. Yuzhub markazi bu respublikani chekka hududlarida yoshlar uchun ta'lim olishga, kasb bilan ta'minlash uchun, ya'ni qo'shimcha imkoniyatlar yaratish uchun ochilayotgan markaz hisoblanadi. Yoshlar uchun zamonaviy bo'lgan o'quv kurslari, shuningdek o'quv mashg'ulotlari, psixologik xizmat, yuridik maslahat xizmatlari ishga tushirilyapti. Yangi ish o'rinlariga kirishdagi qiyinchiliklar bor. Biz buni soft skill degan, ya'ni yoshlarga yumshoq ko'nikmalar berish orqali ishga tayyorlash, ya'ni aynan kasbiy bilimlardan tashqari ish suhbatiga tayyorgarlik, to'g'ri rezyume to'ldirish orqali qo'shimcha yordam bo'ladi va bu ham yoshlarda raqobatbardosh mehnat bozoriga kirishdagi bitta vosita hisoblanadi. Tadbirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakili, Raqamli texnologiyalar vazirligi, Farg'ona viloyati hokimligi hamda Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi mas'ullari ishtirok etib, loyihaning ahamiyati haqida so'z yuritdilar. Markaz mazkur tashkilotlar hamkorligida bunyod etilgan bo'lib, uni jihozlash va faoliyatga tayyorlash uchun 50 ming AQSh dollari miqdorida mablag' yo'naltirildi. Bu galgi Farg'onaga tashrifimning asosiy maqsadi Toshloq tumanida yoshlar uchun yaratilgan yangi Yuzhub markazining ochilishida ishtirok etishdir. Ushbu markaz yoshlarning o'qish, o'z ustida ishlash va zamonaviy texnologiyalar bilan shug'ullanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Toshloq yoshlar aholisi ko'p, faol va istiqbolli tuman. Bu yerda 45 mingdan ortiq yoshlar istiqomat qiladi. Mahalliy hokimiyat bilan uchrashuv davomida yoshlarga kasb-hunar o'rgatish borasida amalga oshirilayotgan tashabbuslar bilan tanishdim. O'zbekiston hukumati kambag'allikni kamaytirish, yoshlar bandligini oshirish va ularning salohiyatini ro'yobga chiqarishga alohida e'tibor qaratmoqda. Shu maqsadda ta'lim, raqamli ko'nikmalar va kasb-hunar o'qitish yo'nalishlari kengaytirilmoqda. Hozir amalga oshirilayotgan yangi loyiha 2 yo'nalishni o'z ichiga oladi. Birinchisi yoshlarning adolatga erishish imkoniyatini kengaytirish, ularni huquqiy bilimlar bilan qurollantirishdir. Ikkinchisi esa zamonaviy kasb va raqamli ko'nikmalarni, xususan IT, sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyot sohalarini o'rganish uchun keng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan. Yuzhub zamonaviy 3D printerlar, raqamli uskunalar va ta'lim texnologiyalari bilan ta'minlangan. Bu yerda yoshlar axborot texnologiyalari, robototexnika, SMM, raqamli marketing va mobilografiya yo'nalishlarida bilim hamda ko'nikmalarga ega bo'ladilar. 2025-yil Toshloqimiz uchun, Toshloq tumani uchun ancha omadli keldi. Yoshlarimiz zamonaviy kasblar hamda IT texnologiyalarda eng zamonaviy usullarda hamda zamonaviy yo'nalishlarda tez fursatlarda o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi hamda o'zimizda yoshlar ko'pchiligi qatnashib, hattoki nogironligi bo'lgan yoshlar ham bemalol qatnashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Markaz bir vaqtning o'zida 100 nafar yoshga xizmat ko'rsata oladi. 2026-yilgacha esa bu yerda 300 nafar yosh ta'lim olishi, 50 nafari ish bilan ta'minlanishi va 10 ta startap loyihalari amalga oshirilishi rejalashtirilgan.